Hozir men sizlarga umraga boradiganlar uchun ajoyib life hack ko'rsataman. Bu life hackni aniq hech qayerda ko'rmagansizlar. Asadbek keling ko'rsatamiz. Hop, shunchaki internetga kirasizlar. Google poiskga kirib Ka'ba deb yozasizlar. Ka'ba deb yozasizlar, poisk berasizlar. Mana chiqib keladi. Bu yoqda mana tablitsa chiqadi. Bu yoqda ko'ryapsizlar, mana hozirgi vaqtda ziyoratchilar Ka'bani atrofida ziyoratchilar soni qanchalik ko'pligi mana har kuniga bor. Dushanbadan va yakshanbagacha soat vaqtlari mana eng ko'p vaqt bo'ladigan payt, ya'ni 18, 19 paytlar odam ko'p bo'ladi dot. Endi qarang mana juma kuni peshin payti, ya'ni juma namozi payti juda odam ko'p bo'ladi. Agar sizlar Makka da bo'lsanglar, mana shu saytga kirib, mana shu jadvaldan o'zingiz uchun qulay vaqtni ko'rib, misol uchun mana soat 3 da borsanglar odam kam bo'ladi. O'sha payt haramga borib, Ka'bani yoniga tushsanglar bo'ladi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bu videoni saqlab qo'ying va albatta birga umraga bormoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying.